e'tibor, tarixga e'zoz kabi fazilatlar avloddan avlodga o'tib boraversin. Doirasida bugun ustozlarimizni mana shu sahnada yana bir bor ko'rish va ularning san'atlaridan yana bir bor bahramand bo'lish baxtiga siz muyassar bo'lasiz. Gül birgen aşık Hayda ceza Bütün sayılarına ayolları koşup gidiyorlar. Ama değil. Agar dunyoni hamma yerga har xil gullar ekilsa, undan bir mahtar hid farzandlarimiz hammasi yurtiga, ota-onasiga, ko'r holiga yaraydigan o'g'il qizlar bo'lsin. Yaxshi to'ylar bo'lsin. Xudo anda bo'lib yurish nasibi ro'za aylasin. Rahmat Yassiyning otalarini, onalarini ruhlari bor. Biz ana shunday ulug'larni duo qilib o'tib, siz yoningizga kelar ekanmiz. Toshkentning qaynoq salomini, sizlarga bo'lgan ehtiromini sizlarga olib keldik. Ular uchun ham assalomu alaykum deymiz. Birini imlashib kelinlarim hayronda. Qotib qoldim hayratdan. Ne bo'ldi bu kishiga? Tushunolmay ro'mini bu dunyoning ishiga. Harchi baxt menga boqdi muloyim. Farzandlar ulg'aygach turli joyga ashyon qurdilar. Ular ham topishgach o'z juftlarini xuddi ota-onalaridek farzand ko'rdilar.